Toshkentda tungi iqtisodiyot kuchaymoqda. Har 3-chi biznes yarim tundan keyin ham ishlamoqda. Poytaxtda kechki soatlardan keyin faollik pasayadi, ammo to'xtamaydi. Tadqiqotlarga ko'ra, obyektlarning 75% 20:00 dan keyin, 65% 22:00 dan keyin, 45% esa 23:00 dan keyin ham ishlashda davom etadi. Hatto 00:00 dan keyin ham bizneslarning 31% faol qolmoqda. Tungi hayot asosan markaziy hududlarda jamlangan. Yakkasaroy va Mirobod yetakchi. Mirzo Ulug'bek, Yunusobod, Chilonzor va Shayxontohur markazga yaqin qismlarida ham faollik bor. Boshqa hududlarda esa sustroq. Yana bir muhim jihat, ko'cha yoritilishi kuchli bo'lgan joylarda tungi biznes ham faolroq. Yorug' hudud, faol iqtisodiyot. Mutaxassislar fikricha, tirbandlik va issiq sabab odamlarning hayoti kechga ko'chmoqda. Shu bois tungi iqtisodiyotni rivojlantirish dolzarb yo'nalishga aylanmoqda. Takliflar orasida 20:07 zonalar, tungi transport va metro ish vaqtini uzaytirish bor. Xo'sh, sizningcha Toshkent asta-sekin kechasi ham yashaydigan shaharga aylanyaptimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.